Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon kardeşler. Sual ve cevap namlı programımızın 9. sani arkalık sizler bilen yeniz görüştük. Bugünkü programımızın aziz mehmini Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği Reis Vekili Ustaz Mahmutcan Damollam programımızga hoş geldin. Vakti çıkarmışsınlar rahmet olsun. Ben Riyasetçi Abdülahad Ucat. Hürmetli kanundaşlar, bugünkü programımızda Qarız jarayonidagi pul birligiga munosabatlik hukmni degan temada to'xtalib o'tamiz. Hürmetli ustoz, endi bugun bu yuqorida degan temaga kirishdan burun shu yaqinqi bir qancha kundan beri xalqimiz ichida yuz berayotgan shu Turkiyada bo'layotgan bir masalani mendan bir qancha qarindoshlarimiz so'radi. Bu bo'lsin hamda yakında Allah'a şükür Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'ninki bununla kızgın yani ciddi izlenişi bir aydan artık yolmaş arkalık yani bir tümünge yakın aile 15-16 bin kişi ki nüfus nümeleri sunuldu hem de bunu Türkiye hükümetine kabul kılıp müşahedemlik Allah kalırsa nüfus bölümümüzde altın katarlığı uçur kirişke başladı. Hemdeki mesele şu yakında hem de bizim içimizin bu işnama ne diyemiz hem de bidiklere ya ki oturdaki çaycılara ne dersek müşahişten bir pul tekip kalavatkan bir adamla oturup çıkıptı. Muşununga pul berge vaxtida an bu adam pul berip ikametini fotokopyasını berip kısa an bu ağırlıktaki bidikler şu nüfus müdürlük adamla birleşip kıldıken o vaxtida uçul kıldıken sizin nüfuska vatandaşlıkka başvuruş için bana tarafta kasını buldu deydiğen. Bağandan keyin yana qaytayını bir günge nima qildi ekan, hamda do'stlarni qog'ozni tayyorlab kirib o'tkazishni bo'ldi ekan. Agar unda qilmaganlarning kechik o'tibdi hamda, masalan, o'xshash sunilgan bir qog'ozlardan bo'lsa, ya'ni bu shu qilganlarning bo'lib o'tibdi. Endi buningki islomdagi hukmi nima? Ağırlıqda shundoq bunu qadarlarlıq qilib pul tabatqalarning dindagi hukmi, axloqiy jihatdagi hukmi nima bo'ldi? Shu bilan birga savra qilinmay voy buni men tiz qilsam o'tdi deb buning keyinda pul haydlab bunday qilishning hukmi nima? Bu hozirgi kunimizdagi jiddiy bir masala bo'lib qolganligi uchun asosli programmamizga kirishdan burun bu haqda qisqacha tushuncha berib o'tsalar, Alloh razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu meslik qırta bizde köngen yaman deydiğen bir at sözü var. Hoş. Biz vatanimizde özümüzden hakkını alanmağanlığımız için her qandaq işqa pul xərcləb, par verib, onundan keyin haqqımızı elib künəb qalğan bir xalq bolğanlığımız üçün. Xoş. Çünki zalim əsli bizni baş qurman, sən mənim fuqrayım degəndikən əsli nurgun işini qilish lazım. Lekin o zalim bizning xalqimizning haqqını bəmidi. Bəmigənlikdən xalq normal işliğimi pul xərcləb künəb qalğanıdır. Xoş. Müş künəb qalğan adətni andan chet elgim ço dese biz söylep çıktık hem de. Uzun yıl şunu künüp qalğan bu aşkına. O bolsumu her qanda işimiz ne? Bulduğan işnimi pul veriş arqılıq, para veriş arqılıq andın pul verse buluduğan, pul vermese bulmaydıgan muşundaq bir halet şekillenip qaldı. Nurgu geldi. Chet eldikiler bitip koydu. Yani nurgun insanlarga bu parxorluqni pul her qandaq insanga tabii halde çıraylık görünüdü. Her qandaq devletdeki bir hizmetçiye nispeten bu maaşının oşuq kelgen pul olgandan keyin bunun imani, ahlaki tosmasa
Har qanday bir xizmatchi odatda pul elishdan qo'l tortmaydi. Shu masalalarning qatoridan budaqi bu xalqimizningki nupusininki necha ming odamning nupusining chiqishi. 4 ming desa keyin 15 ming bo'lib qoldi, bu nereden keldi degan gaplar oldu o'z zamonida. Ya'ni bu 4 ming oila orta hisob bilan har bir oilada 5-6 dan bola bo'lgandan keyin bu son shu 15 ming 16 ming bo'ladimdi. Bu boshda normal bo'layotgan, hatto har qanday odam basa, mush boshda uchur kelgani boshlagan vaqtda har qanday odam berib, mening ismim bormiki yo'qmi desa boshda asl deb bergan bu ishni. Hech qanday cheklim yo'q deb bergan. Deb berib, sen biz xat yo'llaymiz, xat yo'llagan vaqtda andin kelsang bo'ladi deb yo'lga sep qo'ygandan keyin bir qism odamlarning oldirishi, andin uyaga andin bizning vatanda vositchilik qilib pul tepib kinib qolgan, qo'ymichilik bilan, aldamchilik bilan, qimorozlik bilan tunilgan ba'zi qo'ymicha maxluqlar uyaga berib, andin o xizmatchiligini nüfus idaresidagi xizmatchiligini buzib, voy sağım bo'lsin, ma'num bo'lsin degandek bir masal chiqarib bu yerda shuning bilan har qanday bir odam 1,5 ming, 2 ming boshlatda uning jihbaganlarmi bormish anlagan gaplar qaraganda pulni bersangiz men sizningki navbatingizni tezlashtirib beraman. Hatto ismingiz chiqmagan bo'lsa, ismingizni chiqarib beraman degandek bunday yolg'on gaplarni qilib, bunga andin bizning xalqimiz odatda o'zining haqqi tusa va aslida kirdi hammadanga. Savr qilsa, xuddi bugun pasportni olsa, atlam cho'ng bir ish olib ketirgandek xiyol qilib, shuning bilan bunga ashna 1,5 ming, 2 mingdan pul berib, andin o xizmatchilarmi puldan foydalangandan keyin o'tirdiki vositachilardan keyin bir odam berib, mening ismim bormiki yo'qmi desa, deb bermaydigan holat shakllandi. Mana bugungi kun kelib hamda shu pulni berganligiga tezroq uchur kelib, pul bermaganlarga uchur ostilab qoldi. Shuning bilan andin xalqimizning ichida nurg'un odam mening chiqqanmidi, chiqmaganmidi degan mush vahima kirib, buni pul berdigan, aldirab uchur kasi bo'ldi, darhol asaq bo'ldi deb aldiraydigan mushundaq bir holat shakllanib qoldi. Bunun hükmü nima desa, bu aslida Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin Er-Rashi vel Murtashi finnar degan hadisi var. Yani par bəgüçi ve ağuçi. Bəgüçi hem ağuçi işkilisi devzakta degan gapim var. Bu adetdeki bir tahdid emas. Devzakta deganlik mushundaq ishni qilish orqali devzak kirsiz degan gapimdi. Meyli elib kiring, meyli berib kiring. Nima uchun desa, bu yerda asli bu ismcho desa, navbat ash qata bo'yicha har bir xizmatchining qo'liga, masalan, ba'zilar voy mening nomerim burunta, palonning nomeri keyinta, uning burun chiqibdi, keyin chiqibdi, ya paloniga uchur kelibdi, mankanmidi. Nima shunday bo'lib qoldi desa, men o'ylayman, bu masalan 4 ming, 5 mingdek odam bo'lgandan keyin buni davlat ash nüfus idaresidagi ya 5 ya 10 xizmatchiga varaqni taqib bilan belgilagan. Masalan, ma bir xizmatchiga 100 dan tortib minggacha kelgan bo'lsa, yana bir xizmatchiga 1000 dan 2 minggacha san mushunda keldimdi. Hammasi o'z shu vaqtdan boshlab ishlaydi buni. Ishlagandan keyin alqa burun tizimlatgan ya keyin tizimlatgan degan bu ratlar ru'ay qilinmagan asosda qaysi biz xizmatchi obdaraqtirishib xat navbat xitini boshda avassa shuning bilan bu egizpa so'lab munda keldimdi. Munda kelgandan keyin hamma odamga aslida bu inshaalloh kiliti. Boshqa bir masalan bo'lmasa ham davlat o'zining xolig'ini qiladi. Biz davlatimiz bo'lmagan ekan nurg'un ishni uqolmaymiz hamda. Ham davlat boshqarib boqmagan ekan uzun yoqa bu davlatni boshqarishning qanday murakkab qiyin ish ekanligini tasavvur qilmaymiz va mandalam qilib bo'lmamdi deb tasavvur qilamiz hamda biz ishlarimizni. Bu shunday bo'lgandan keyin egizpas bo'lib kiliti. Bu parvarish orqali nim kelib chiqadi desa, o'zining qarindoshlariga uning haqqiga tajovuz qilish kelib chiqadi. Asli ismi kelmoqchi bo'lgan navbatdagi bir odamga kelmaydi, qatodiki. Keyin kelmoqchi bo'lgan bir odamning ismi-chi bu orqali
burun kelishi mumkin. Shuning uchun bu eg'ir bir jinoyat, eg'ir bir gunoh hamda. Aşağıdaki qo'ymichiga olgan pul haram endi u. Ash qo'ymichininki, o'tirdiki, bidikninki, vositachininki tabiiy holda xizmatchiga berganim haram. Nurg'un odam bugungi kunda haram desa, o gapga alohida rioya qilmaydigan, diqqat qilmaydigan, beparvolik bilan o'shunda qaraydigan bo'lib qoldi. Hammadan muhimi bergichilarga asla bu bir musibat hamda. Chunki bergan nurg'un yaxshi odamlar bor. Nurg'un odam, obdan odamlar bor. Aslida o'lning zodi chiqdi. Uchir keliti. Lekin mush pulni berish orqali biz vatanda ko'nab qolgan bo'g'ashqa pul berib ish qildirib, bu yerdimi cho desa, mush xatolik sodir bo'layotdi. Alloh hammamizni shu pulni berayotganligimi insof bersin. Amal qilib uni ve ehtiyoj bo'lmasa sadaqa qilsin, mukofotini bunga. Yoki o'zining oilasiga ishlatsin. Xalqning unchalar bir bayashat turmushi yo'q bugungi kunda. Avat tug'an qo'ymichilarmi shu Allohdan hayo qilsin, insonlardan hayo qilsin. Ming bir jafoda, nurg'un qiyinchiliklar bilan xalq erishgan bir alohidlikni, xalq erishgan bir nufusdan iborat chet elda bu insonga nisbatan nihoyat muhim bo'lgan. Bu ne'matni bulg'ab hamda bu bagin silib pulni ham elib mundaq qilishning o'zi bu shu par berish, par elish degan qatorga kirdi. Bakadim baka davzaqqa hukm qilinadigan payg'ambarimizning tili orqali mushundaq bir musibat kelib chiqdi. Shuning uchun bu ishga qarta qilib bo'lganlar tavba qilish lozim. Qilmaganlarcha desa, buni to'xtash lozim. Berdigan odam bo'lmasa, bedikmi yo'qaydi, yo'qdan pul topadigan ish bo'lmagandan keyin andra xizmatchimi o'zining xizmatini yani joyidacha normal qiladi. Buni qarta demoqchi bo'lamiz. Allah razı olsun ustoz. Endi asosli temamizga kirsak, qarz jarayonidagi pul birligiga aloqador hukmlarga masalalar. Ustoz bu bizningki Shaqo'tki ulamolar birligiga batbat shunday masalalar kirib turadi. Shu qarz ilm bilim ishlarida jiq kirishmasliklar bo'lib qoladi hamda. Bunun sebebi belki başta iniq yezishib bir amanat ilm bilim bo'lganligidan qo'l qo'yishib, hamasi munda bo'ldi deb qilmaganlikdan bo'lishi mumkin. Shunday ahvollar yuz berganda bu shariatga qaytishninki ahamiyati nima? Yoki buni qanday hal qilish kerak? Bu savol qarta hamda har qanday masalada talash tortish bo'lgan vaqtda ikki odam tijorat qilishi mumkin yoki qarz muomala qilishi mumkin yoki meros har qanday bir munosabatda iqtisodiy, moddiy munosabatda insonlar o'rtasida talash tortish bo'lib qolishi bu ehtimolligi nihoyat yuqori. Nurg'un ishlarda talash tortish bo'ladi. Talash tortish bo'lganligi uchun shariat shunga nurg'un mushundaq muomalalarni amal qilib yezish orqali guvohchilarni tortish orqali qilishga alohida buyurgan endi. Nurg'un vaqtda bu shariatning bu hukmiga amal qilib bo'lanmay, ba'zi yeziqsiz yoki guvohsiz yoki aniq deyishmay mushundaq sodini birlik qiladigan yo sheriklashadigan yoki qarz og'avaga qiladigan mushundaq ishlar hayotimizda uchraydi. Mushundaq uch bo'lgan vaqtda qanday qilish lozim? Agar buni bir kishim kari olmay yoki olimlar deyli yoki sud kari olmay tashlab qo'ysa, bu chaqcho texim bu mushkila texim ashudo jidal teximu ulg'uydi. Xo'sh. Buni tabiiy holda bir hal qilish lozim, chorasini topish lozim. Buni sudga beray desa, bugungi kunda masalan, sudga bersa bu ishlar qattiq uzraydi sudda. Masalan, qattiq uzrab nurg'u vaqtdan keyin hukm chiqishi mumkin. Ko'pincha holatda sudning hukmi kishilarning roziligi asosida bo'lmag'achqa, texmo bir xil norozilikni, texm bisiga bo'lgan o'chmanlikni qo'zg'aydi sudning hukmi, lekin amalsiz kishilarcha buni ijro qiladi. Xo'sh. Lekin shariatning hukmiga qaytish cho desa, bundaq masalalarda birinchi bo'lib shariatning hukmiga qaytish Allohning rasulini rozi qiladi. Ikkinchi bo'lib ikki taraf o'rtasidagi talash tortishni yo'qotadi. Ve ikki tarafni nihoyat ko'ngli xursand, rozi bo'lgan asosda bu so'rindan chiqishni tavsiya qiladi. Unda bo'lgandan keyin nurg'un odamlar shariatning hukmiga qaytgan vaqtda nurg'un eg'ir musibat, eg'ir jidalga sabab bo'lgan masalalar nihoyat chiroyli uslubda tugaydi.
Şu Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Senin Fervedigarın boğan Allah Subhanahu ve Taala bilen qasam ki aşu müminler haqiqi yaramlık mükemmel mümin bulanmaydı. Öz arasında boğan talaş tartış ziddiyetlerde senden hüküm çıkarışını talep qilmoqchi. Senden hüküm çıkarışını talep qilgandan keyin sen hüküm çıqardın. Şu çıqargan hükmünge qalbidan razılığını ifadelemese, naraz bolsa, bular şu haqiqi mümin bulanmaydı. Razı bulaşning ki yolu nima desa, şeriatning hükmü çıqargan şeriat çıqargan hükümge derhal ço biz teslim bolduq, razı bolduq deb talaş tartışni yo'qotishning o'zi, jidal majrani yo'qotishning o'zi mana bu razı bo'lganlikning dalili. Shuning uchun tabiiy holda shariat desa, bu shariat hozir har odamning talash tortish bo'lib qolsa, masalan, har odamga qarta ayrim oyat tushmaydi, ayrim hadis tushmaydi, payg'ambar kelmaydi, Alloh tarafdan vahiy kelmaydi. Bu shariatni ijro qilguvchi, shariatni o'quvchi, bilguchi olimlarcho bu yerda shariatga vakolatan hukmni chiqardi. Bu hukmni chiqargan vaqtda buningga rozi bo'lish lozim. Bo'labmi? Avomning, xalqningki her hükümge qarta bunun delili varmı mesela? Bu Kur'an'dan, hadisdan bunun delili nimi deb so'rash haqqi bo'lmaydi. Nima uchun bo'lmaydi desa, amtahun bilan samtahunning qilgan ayrim bir shirikchilikka yoki bo'lmasa ayrim bir og'vagisiga shariatda ayrim hukm yo'q. Palani bilan pustan jirallashib qolsa, bu masalani manda arib qo'yinglar deb bunda cheksiz doirasi yo'q, cheksiz oyat hadis yo'q. Ayet hadis çeklik. Kur'an'ınki parılları çeklik. Lekin kişilerin cemiyeti payda kıldığan hadiseleri ço, muamilleri ço, algı ve münasebetleri ço dese bu çeksiz. Zamanın üçü bilen bu terakki kılıp durdu. Her xil bulap durdu. Unda boğandan keyin alimlar şu şeriatta, Kur'an-ı Kerim'de, Peygamberimizin hadisinde ba delillerge qarta ve muş delillerge tayinib burunqi selef, ümmetinin selefleri, dört mezhep imamları ve onundan başka alimlarınki, müctehid alimlarınki ijtihadi, tirişçanlığı, buların çıkarın yekunlarına qarab, ma mesela manığı ço yakınken, okşaydiken, şu ma bugün gündeki talışta çıqa, ma hükümünü bəsek buludiken, deb muş asaslı ço hüküm çıkırdı. Hüküm çıkarsa bununla razı buluş gerek, razı buluşunun üzü mana bu imanның şartı. Şu Kur'an-ı Kerim'de mi desem, nimi degen desem, لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Ulanın işidin, Kur'an hadisinin hükümünü çıkaralaydıqalla bu meseleni bölüttü. Yani ularda talış-tartış ya bir kıyınçılık, korkunç iş olup qalsa, bu işin derhallam çıkıp cemiyetki teşvik kılmasın, cemiyetini qalayımkan kılmasın, şu alimliğe ekegen bolsa, bula bu meseleninki hel çağrısını, bunun hükmünü ço, şular çıkırıp birde de bayan kıygan. Şunun için, yani bir ayette, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. Her kandak mümin mümin ayalga Allah Subhanahu ve Taala'nın bir hükmü ulanın arasında boğan talaşta çıkarta Allah'ın hükmü bolsa ulanın talaş ihtiyarı yok. Çokum bula müminlikninki şartı nimo dese şu Allah'ın Resulü'nün hükmüge bula razı bulaş tallımaslık dep müşahede buyuruşu mu her bir adamga qarta ayrım Allah'ın Resulü hüküm kılmaydı. Şuqun muş Allah'ın Resulü'nün hükmünü düşengen ehlilimle Müslümanlar oturusda, müminler oturusda hüküm kurdu. Bu hükümde tallab jürmey derhal ço bunu boysunuşu, bunu icra kılışkı, tırışçallık kılışı mana bu müminninki alameti. Ve hususen biz Şarkı Türkistanlıklar dese komünizmninki zulmüdün, komünizmnin kanunudun. Biz İslam bilen yaşaymiz, İslam hükmü bilen yaşaymiz degen maksatda hicret kılıp çıqqanlar. Bunda olgandan keyin tabii halda biz texmi şeriatning hükmüge özümüzning qilgan ishlarini moslashtirishimiz, shariatning hükmünü icra qilishga bütün kuchimiz bilan tirishishimiz bizga texmi vacib hamda. Cemiyetdagi normal odamlar emas biz. Her bir özünün devletinde yaşayotgan fasık, uçu buçu manda adamlar emas.
Bizning xalqimizning ko'p qismi cho desa, mushu shariatni deb, dinni deb, shariatning hukmini deb chiqqanlar. Unda bo'lgandan keyin bugungi kunda ma'lum bizning dinimizga hukm chiqib qolgan taqdirdimi, biz mumkin iqtisodiy tarafdan ma'lum masalalarda ziyon tortishimiz. Lekin Allohning roziligi, Allohning savobi, mukofoti cho hammadan ustun turish lozim. Xo'sh, Alloh razı olsun ustozimda. Hozirgacha yana bizning ulamolar birligiga ko'pincha ahvollarda yana shunday kelishmasliklar bo'lib qolsa kelyapti, lekin ba'zi qarindoshlar ikkisi bir nim qilib deb talash qilib deb jidallashib deb hatto undan keyin a'lamidi deb qilgan ishlarmi bo'ldi. Hamda bu masalani sizning hozirgi so'zlarga qaraganda o'zi bir jidal majro qilib deb emas, darhol shariatga darhol kelish daha yaxshi taxmin yaxshi ekanligi o'tirib qoldi. Ikkinchi savolimiz bo'lsa, ustoz, hamda bu kunimizda eng ko'p uchrayotgan bizning ulamolar birligidagi so'ralayotgan masalalardan birisi. Masalan, hamda men sizdan bundan 3 yil burun 10.000 TL Türk lirası qarz aldım. O vaqtida dollar hozirgidek emasdi. 3,5 lira o'tira yaqin minasa bo'lishi mumkin. O vaqtda hamda biz sizlar menga 10.000 TL bersizlar dedim, qaqmay berla. O pul hamda hozirgi kunga kelgan vaqtida men sizlarga ma pulni asa 10.000 TL deb akasam, sizlar qo'yib, yaxshi vaqtida bu pul hamda mesela $3.000, $2.000 binası bo'ldi. Hozir $1.000 bo'lib qoladi. Menga bu Türk lirasi bermay dollar bersizlar deb turganlamda. Bu shunday ahvol bo'lib qolganda buni qanday hal qilish kerak hamda masalan menimki sizlarga dollar berishim kerakmi yoki Türk lirasi bersammi buni qabul qilsalar bo'lamdi. Bu misol hamda bu masalaning aniq bo'lishi uchun shunday tushuntirish kerak. Yani bu haqda qisqacha tushuntirib o'tsangiz. Razı olsun. Bu endi hayotimizda jiq uchraydigan yalg'iz biz emas, butun dunyodagi nurg'un musulmonlar duch kelgan. Bular mana Turkiyadagidek dollar ekspres bo'lgan buni masalan Suriyaliklar duch keldi, Misrliklar duch keldi. Nurg'un shu qattiq bir eg'ir siyosiy o'zgarish bo'lgan. İqtisadi, siyasi muqimlik yo'qolgan davlatlarning ko'p qismida bu yuz berdi. Yamanda yuz berdi, boshqa nurg'un yerda yuz berdi bu masala. Aslida shariatningki e'tiborga olgan, ma pul deb e'tiborga olgan narsa nima desa, oltin bilan kumush. Xo'sh. Payg'ambarimizning zamonida va keyingi yaqin zamongacha butun dunyoda insonlarning muomalasi tanga tilla deb mush oltin kumush asosida bo'ladi. Bu altın kumush asosi bu asli bunun o'zi pul bo'lg'achqa har qanday bir odam altın kumushdan yasalgan pul bilan muomala qilgan bo'lg'achqa qarz olsin yoki savdo sotib qilsin, shu qanchalik oltinda qarz olgan bo'lsa, shuni berish, qanchalik kumush qarz olgan bo'lsa, shuni berish yoki malning pulini qancha dirham, qancha tanga deyishgan bo'lsa, shuni berish bu asli shariatdagi hukm mushiti burungi zamonlarda. Burungi zamandagi olimlarimiz bugun yuz berayotgan qog'oz pul masalasi haqida to'xtalmagan. Chunki ularning zamonida qog'oz pul yo'qdi. Xo'sh. Mush tanga, ya'ni kumushdan yasalgan tanga bilan oltindan yasalgan tillacho mush ikki xil pul bordi. Butun dunyoda degidek. Lekin shu zamonlarda masalan kumushning nacharroqida yasalgan yoki oltinning nacharroqida yasalgan mushunda pullar bordi. Olimlarimiz mushunda pullar haqida o'zining shu fikrlarini bayon qilgan. O'zining fiqhiy qarashlarini o'tirib qo'ygan. Masalan, ashundaq joliq nisbati yoki nacharlik nisbati yuqoriroq bir pul bilan muomala qilgan bo'lsa, masalan 100 tanga bilan keyin qaytuvgan vaqtda qandig'ini qaytirdi. Shu nacharligi uning uchunki notisi oltinning bugungi kunda 24ligi, 22ligi, 21ligi, 18ligi, 14ligi bor-ku. Masalan, qaytuvgan vaqtda qandaqni qaytirdi degan masalalar haqida olimlarimiz shu alohida fikrlarini bayon qilgan. Lekin qog'oz pul masalasiga ular kirmagan, chunki o zamonda yo'q bo'lg'achqa. Ashuna ma'lum bir pul, ashundaq sunuq pullar masalan
Xo'sh. Tenginin azroq yeri yo'q. Anda. Sunuq pullar bo'lib qolsa, bir odam masalan alg'avay qilgan vaqtda buni qanday qiladi desa, nurg'unlar qaytarib yutadi. Malni qaytarib oladi o'zining bilini, az sunuq pulni-chu qaytarib yutadi. O pulning egisi yo'q, bu saq pul tugo mana mal meningki deb turib olanmaydi. Degan qarashlarni-chu o'tirib qo'ygan olimlarimiz. Bugunki bu masalaga qarta mushundaq ma'lum bir pulninki davlat o pulni bekor qildi. Burungi zamonda pulni bekor qilib, yangidan pul bosirgan ishlar bor. Masalan, davlat bekor qildi yoki ma'lum bir pulning qiymati haddidan ziyoda bekor qilmasimi, hozirgidek tushib ketdi. Tushib ketdi. Bundaq bo'lsa, olimlarimizning fikri qanday bo'lgan? Burungi zamonda desa, to'rt mazhabning asosli qarashi, to'rt mazhab olimlarining Imom Malik, Imom Abu Hanifa, Imom Malik, Imom Shafi'i, Imom Ahmad bu to'rtaylarningki birlikka kelgan qarashi. Xo'sh. Her qandaq vaqtda altın qarz olgan bo'lsa bir odam qayturgan vaqtda altın qayturdi. Kumush qarz olgan bo'lsa, kumushni qayturdi. Her qandaq o'xshibanasi bo'ldi ekan, buning o'z aslini qayturish lozim. Hatta onun qiymati qandaq o'zgarish bo'lib ketishdan qat'iy nazar. Qiymat qandaq o'zgarish bo'lib ketsin, o'xshibanasini qarz muomala qilgan bo'lsa, buning o'zini qayturish lozim. Masalan, kiloligini bo'ldigan, jingligini bo'ldigan, metrligini bo'ldigan, har qandaq narsa bo'ldi ekan, buningcho o'z o'xshishini qayturish lozim ado qilgan vaqtda degan fikrni alohida kuchlantirgan, alohida o'tirib qo'ygan. Nima uchun desa, chunki bu haq masalasi. Haq bo'lgandan keyin har odam o'zining haqqini to'liq olish lozim. Uning ustiga bu qarz, masalan, muomalasi ya sodriki nesi biznesini berish, bunun hammasi nima kirdi desa, bir insonninki o'zining yaxshiligi mandaqcha aytganda. Bir odam qarz muomalasi degan bu yaxshilik qilish. Yaxshilik qilgan bir odam bakadan-baka pulning qiymati tushib ketdi deb qarz berguchi ziyon ta'sir bo'lmaydi. Ve shundaqli qarz olguchi ziyon ta'siri uchun ham bo'lmaydi. Unda bo'lgandan keyin pulninki o'zini qaytirdi. Nima olgan bo'lsa, shuni qaytirdi degan qarashni o'tirib qo'ygan. Bu birinchi qarash. Ikkinchi qarash qaysi desa, Imom Abu Yusuf rahimahullohning qarashi mushundaq pulning qiymatiga, ya'ni pulning qiymatiga o'zgarish kirib qolsa, ma'lum bir pul degan masalan 10 kilo go'sht keldi ekan, masalan 500 tiliga et qopab 10 kilo go'sht kelmaydigan 6 kilo go'sht keladigan bo'lib qopti. 500 tiliga. Bunda bo'lib qolsa shu qanday qiladi desa, Imom Abu Yusuf rahimahulloh ash pulning qiymatini berdi. Ya'ni bugungi kunda qancha pulga 10 kilo go'sht kelsa, shu pulni qaytirdi. Biz 500 TL degan masala haqida to'xtalmaymiz. Uni kirmaymiz, balki qancha pulga 10 kilo go'sht kelsa, shu pulni qaytirgan vaqtda deb bu fatvoni bergan Imom, ya'ni Hanafi mazhabidagi asosli fatvochi mushu bo'lgan. Yani pulninki zodi qiymatini berish. Ay pulda o'zgarish bo'ldi ekan, igizpasilik bo'ldi ekan, har qanday vaqtda pulning shu qiymatini berish. Masalan, qiymatini berish bo'lsa qanday? Qiymatini berish deganimiz, masalan biz 10 ming TL 3 yildan oldin muomala qilgan. 3 yildan oldida 10 ming TL pulga 30 gram oltin keldi. 30 gram oltin keldi. Bugungi kunda kelamdi desa, albatta kelmaydi. Bugün 10 ming TL'ni qayturgan adam qanday qilish kerak desa, Abu Yusuf rahimahullohning qarashi bo'yicha, ash 30 gram oltin qancha pulga kelsa bugungi kunda shu pulni berish lozim. Bugungi kunda masalan 15 ming TL'gacha kelishi mumkin, 30 gram oltin yoki 14 ming kelishi mumkin. Qiymatini berdi deganlik mushamdi. Ya'ni bozordagi asos masalan 10 ming olsun, 5 ming olsun, masalan qanchalik pulga oltin asosan bu yerda? O alaqa Altın asas, altın qanchalik pulga kelsa, keyingi qarzni qaytuga vaqtda shuni berdi. 10 ming degan bilan to'xtamaymiz, balki 14 mingni berishi mumkin yoki 15 mingni berishi mumkin degan qarashni o'tirib qo'ygan Imom fatva Hanafi mazhabida shu mushamdi. Uchinchi qarash qaysi desa, Imom Malikningki mashhur bir
qarşı ekan bu İmam Maliki mezhebden. Eğer puldaki özgürüş haddidan ziyade yuqur bo'lgan bo'lsa, ya'ni pul paxallığı yuz bergan bo'lsa, bu chaqda qimmatini qaytirdi. Eğer özgürüş oddiy bo'lgan bo'lsa, yengil bo'lgan bo'lsa, ya'ni pul paxallığı yengil bo'lgan bo'lsa, bu vaqt shu desa, aslini pulning aslisini qaytirdi. Jiqpaqatmagan bo'lsa degan. Ondan bu haddidan ziyade özgürüşninki yoki azroq özgürüşninki bir o'lchimi bo'lish kerak. Bu ölçümü nima desa 3'ten biri. Yani mesela bunun $100 350 TL o'tdi. 350 TL bo'ldi 2015'da. 2015'da. Bu şu 350'nin 3'ten biri 100 neç TL bo'ldi bugungi kunda. 115 TL, 117 TL bo'ldi ekan. 3'ten birden eşip ketdi. Mesela hazır onundan eşip ketdi. Mesela 120 TL desek, bu 120 TL'den eşip ketken bo'lsa, dollarning qimmati. Buni itibarga ağını bulduğan haddidan ziyade pahallık deymiz. Eğer bunun tüven bo'lsa şu desa, 50-60 TL üsepto. Bu vaqtida bunda olgan bo'lsa buni e'tibor olmaymiz. Ha, agar bunda olgan bo'lsa, yana qimmatga qaytamiz demak. Qimmatiga ya oltin birish kerak, ya dollar birish kerak. Ha, shu pulninki asli qimmatiga qaytsak, ya altın bilan o'lchaymiz ham buni, yoki dollar bilan berish lozim. Xo'sh. Ondan bugungi bu yuqoridagi 3 xil qarash ma Saudiyadagi rabitaga tava bo'lgan islom fiqh birlik tashkilotininki bu vaqtdagi fatvosi nima desa, bu masalada agar ikki taraf kelishib biz 10 ming TL muomala qilgandik. Sizlar masalan men 10 ming TL rozi bo'lib bugungi kunda 10 ming TL ekkagan bo'lsa 10 ming TLni oson bo'laverdi. Maylamda yaxshilik qilaman deb qilgan buning mukofotini men oldim. Yoki u odam dollar saqlamay turklar saqlaydigan odam bo'lib qolsa, bankrot qilgan bo'lsa, men turkda bo'lib. Mesela qaysi sababdan men rozi bo'lsam masala yo'q. Lekin rozi bo'lmadik endi. Talishib qoldik. Talishib qolgan vaqtda bu talishish masalan biz bu qarz ilm birim qilgan vaqtda sizlardan bitishmaganda hamda. Bitishmagan. 10 ming degan 10 mingni bergan. Ammo hozir sizlarningki ziyon sizlarga egri kelib, yo'q mana shu dollar olaman deb turiblar. Bunda vaqtda bu masala kelib chiqdi. Lekin biz bitishib olsak o vaqtda uçakda bu mesele kelib chiqmaydi. Aniq deyishgan bo'lsak, ya'ni shu vaqtda ham ba'zi shu o'zgarish paxallik, ya'ni o'z loyiqida bo'lsa, agar haddidan ziyoda masalan Suriyada bularni silingan bir qara vaqtida hozir masalan biz bitishdik. O'z vaqtida masalan hammasini TL oldim, TL berma deb oldim. Yoki sizlar menga diller şu vaqtida hamsi shu dollar birsidir men tamam dedim. Endi qo'pab hozir men yo'q bu balki bo'lib ketdi, dollarni men topolmayar ekanman. Hozir menda qimmashib ketdi. Hammasi nada chiqdi bu masala desam, o'sha talashda tushganda. Agar talashda tushmay burun deyishgan bo'yicha, ya deyishmagan taqdirdimi, shu 10 ming TL muomala 10 ming TL qilgan degan mujna qildingiz bu akaglik. Bu savob yaxshi ish, buning da masala yo'q. Lekin talash tartishuvlar qozining oldiga bordik. Bu vaqtda qanday qilish lozim qozi bu masalaga qarta desa, ma keyingi Majmual Fiqh Islomiyning bu masalaga bergan fatvosi nima desa, agar bu shundaq bir pulning qimmatining o'zgarishi bilan, ya'ni pul paxalliqining yuz berishi bilan, mal bahosining haddidan ziyod eshishi bilan, bu shunday iqtisodiy og'vaga qiyganlar qazo xonimiga azi qilsa, qozining haqqining qatoridan bu yerdagi haq va mas'uliyatni taqtish. Ya'ni buni bir o'zgartish paydo qilish qozining haqqi. O'tirda ikkisini kelishtirib, sulh qilib, ikkisini kelishtirib, masalan, burungi zamonda 10 ming TL masalan 2 ming dollar bo'ldi deylar. Masalan. Bugungi kunda cho desa 1000 dollar oldi. Ya'ni 120 dollar. $1200 hamda. $1200 dek pul oldu hamda. Mujna bansa azgina vaqtda $1200 pul oldu. Mujna bo'ldi, bu yerda qanchalik ziyon chiqdi desa $800 ziyon chiqdi hamda. Bu $800 ziyonni qanday qilish lozim desa, qozining haqqi deydi. Az qilgan vaqtda.
Qazının haqqı bu ziyanni ikki tarafga tang chechib, ya'ni qazni bagichi, qazni ag'uchiga. Ikkilisiga siz qazni berib Allohdan savob mukofot umid qilib bergandingiz. Unda bo'lgandan keyin sizga bu ziyon keldi. Buning siz chidishingiz lozim, savobni Allohdan kutishingiz lozim. Siz 10 ming tilini o'z vaqtida olgandingiz, buningga yo to'y qildingiz yoki muhim o'zingizning nurg'un qilishga tegishli ishini qilib oldingiz. Qilib olgandan keyin mana endi siz 10 ming tili olgandan keyin 10 mingni beraman demay, qarz berib turgan odamni unchalar $800 ziyon uchratmay, balki siz jo $400 ziyonni sizmi ko'tirsiz deb qozi mushundaq ikki tarafni sulh qilib mush shaklda arib qo'ysa bo'ladi deb bu Majmuul Fiqh Islomiy bu fatvoni bergan. Hatta bu ittifoq, masalan, boshqa ittifoq qilingan bo'lsa ikki taraf, masalan, deyishgan bo'lsa, lekin keyin va'dasi tumabdi. Ikki tarafning birisi va'da tumabdi, bu mush chataq chiqibdi. Chataq chiqqan vaqtda qozi mushundaq bu hamda gunohkor bo'ladi. Qarz berguchi ayında deyishib turib, chunki bu shartlashgan shartga xilovlik qildi. Shartlashgan shartda tumidi, o'zining va'dasi tumidi. Va'dasi tumaganlikqa o gunohkor bo'lish ayrim masala. Xo'sh. Lekin mujna pul paxalligi yuz bergan vaqtda azi qilib, men bu ziyonni bak tatib ketdim, deyish haqqi bormi yo'qmi? Desa, o'sha bugungi nimada haqqi bor demoqchimdim. Bu to'rt xil qarashimda. Buning qarta qanday muomala qilish lozim? Bu hozir olimlarning qarashini bayon qildik. Mazhablarning qarashini bayon qildik. Biz savolning beshiga borsak hamda sizga endi bir masala keldi o'limalarga. Buni qanday ayiramiz? Desa, mushu mazhablarningki qarashlari bilan shu umumisi bilan foydalanish mumkin. Buningki ash so'rg'ichining ahvoli qarata ma'lum bir qarashini tanlab fatvo berish lozim. Masalan, birinchi bir odam 10 ming TL men sizdan oldim. Men bu pulni o'zimning qattiq hayotim uchun ehtiyojli bo'lgan bir ish ishlatdim. Hayotim uchun ishlatib tugitib oldim buni. Yeyishga ishlatdim, kiyishga ishlatdim, ya bir uyda o'ltirashga ishlatdim. Bu inson uchun uyning ijarasini berishga ishlatdim. Bo'lmasa uyning ijarasini bermasam sirtda qolaman. Bunu men xajlab tugitib oldim. Ya'ni zurriyat qatori kirgan ishlarni ishlatdim. Zurriyat bo'lgan ishga ishlatdim. Bunda bo'lgan bo'lsa desa, biz shu burunqi to'rt mazhabning qarashi bilan buni fatvo berib, bu odam bu olgan pulni o'zining hayotini qo'g'dash uchun bir zarur bo'lgan yeyishi ya ichishi ya o'ltirish uchun ishlatibdi. Buni tugitibdi. Tugabdi bu pul. Xususan qazni og'uchi kambag'al bo'lsa. Tek pul tapmaptı, bayamasken. İhtiyacı yani şuna eğir bakken. Bunda o pasyo dese, tüt mezhebinin fatuvası veren, siz uşkın talep kılman demen, aş 10 ming TL'ni verdi bu adam. 10 ming TL'nin uşkını siz talep kılman, de fatva birimiz bununla. Eğer o 10 ming TL'ni haydab bulaptı, hazır kuldurma fakat pul yokken, bireydisini işlep beriş gerek halette bolsa. Aslında eğer halette bolsa. Bunu özünün hayatını qoğdaş uçurlap işletipti bunu. Sayahat kılış işletmepti, bir berip kiliş işletmepti, ya bir maşin alıp müneydep onunla işletip etmepti. Mesela hayatta zürür, bommusun bommaydıgan neslige bunu işletmepti. Özünün hayatını mağduruş için işletipti. Ve şundakla hem kambag'alkan. Bunda bo'lsa desa, bu adam cho'qim pulning asli to'rt mazhabning qarashi bo'yicha qanchalik olgan bo'lsa, shuni qaytarishi lozim. Shuni qaytarsin deymiz, qazni bergichimicho buning yaxshilik qilish uchun bergan ekan bu odamga. Tabiiy holda buningdan yo'q sen jiq bertang, bugun bun $2000 bo'ldi, hozir $1200 bo'lib qoladi deb turib olmay, Allah razı olsun. Muş işimni qarta Allah subhanahu wa ta'ala ço ma mukafat bira. Çünkü Peygamberimiz hadiste men farraca an muslimin kurbeten min kurabi dunya farracallahu anhu kurbeten min kurabi yevmil qiyamah. Har qanday bir musulmon o'zining bir musulmon qarindishini dunyodagi bir qiyinchilikdan qutqizib qo'ygan bo'lsa, Allah qiyomat kunidagi qiyinchilikdan bu qutqazuvchini qutqizadi dedi. Unda bo'lgandan keyin bir musulmonninki ödün quruq qilishi, yemek içmeksiz qilishi, yalang'och qilishi bu qutqizishga tegishlik mas'uliyat. Unda bo'lgandan keyin bunda bir ishga hassa qo'shgandan keyin
Bunun yaxşılık qilgandan keyin bu adam üçün özünün mükafotini Allohdan kutib, tamam, men bu pulim bo'lgan bo'lsin, men bir tijorat qilsam ziyon tortishim mumkin-da, tushib qolishim mumkin-da, hammasi mumkin hamda hayotda. Lekin men odamga qarz berib turibdiman, bu odam foydalanyapti, shu pulimning aslisi qanchalik bo'lgan bo'lsa, shuni bersin deb muomala qilsa, bu ash odamga eng loyiq bo'lgan ham Alloh subhanahu va taolodan mukofotini kutgan bir masala. Biz aşındaq fatva birimiz kep qalsa, anlagan adam mush asas muomala qilish shu bo'laverdi. Yani mush fatvani anlagan adam o'zining ahvoli herhalde normal bo'lsa, qarz berguchininki, qarzni olguchi ahvoli yanla xarob bo'lgan bo'lsa, pulda manda o'zgarish bo'lgan deb buni surishti qilib yurmay, o'zining puli qanchalik bo'lgan bo'lsa, 10 ming TL bo'lgan bo'lsa, 10 ming, 5 ming bo'lsa, 5 ming mushini shu elishi lozim. Xo'sh. Ikkinchi, men 10 ming TL'ni o'zimninki hayoti uchun emas. Kiyimim, yemek içmekim, uyum uchun emas, tijorat qilish uchun oldim. Pul tepish uchun oldim. Yoki qaysi bir shaxs mushunda pul tepish uchun oldi. Bunda alim buningda pul topdi. Pul topdi, Alloh qilayotgan ishiga barakat berdi. Bunda bo'lgan bo'lsa, desa, Abu Yusuf rahimahullohning fatvosini elib, bu odamning ahvoli yaxshi bo'lgandan keyin siz bu pulni elib pul topdingiz. Alloh mush pulning sababi bilan sizning qilayotgan ishingizga barakat berdi. Bugungi kunda men 10 mingni qaytaraman desangiz, pulni bergicha bu yerda $800 pulni ziyon tortadi. Shuning uchun siz qimmatini bering. Ya'ni 10 ming dollarga 30 gram oltin kelsa buron, shu 30 gram oltin bugungi kunda qancha pulga kelsa, shuni bering deb bu hukmni qilish lozim. Yoki siz dollar birim deb olgan dollar bering. Ya dollar bering. Mesela dollar bermem deb amgan bo'lsa-mu, siz dollar bering. Chunki pulning qiymati hozir 3 dan 2 ga so'p ketdi hatta. Hatta 2 ga ishib ketdi desak bo'ldi. Hassassa ishib ketdi desak bo'ldi-da. 3 dan 1 emas hamda. 50%-ni ishib ketdi hamda. Unda bo'lgandan keyin siz dollar bering deb bu hukmni qilishimiz lozim ve musulmonlar o'z orasida bunday muomala qilgan bo'lsa, hele bu 10 ming TL'ni elib pul topgan odammi? Yo'q, men 10 ming TL berma. Sen 10 ming TL'ni olgan deb turolmay, balki qanday qilish lozim desang, shu burun qanchalik oltin kelsa shu pulga bugungi kunda shuni berish lozim. Yoki dollar berish lozim. Chunki dollar oltinga o'xshash menayotgan bir pul hamda. Qiymatida o'zgarish bo'lmaydigan. Bu ishkili qarashqa kemmidemdi ikki taraf. Yuqoridagi ikki qarash kemmidi. Buni ishkilisini avval tuvan deylamdi. Qazni og'ichi pulni xajlab bo'ldi. Bagichimin kambag'al bo'lib, bechora bo'lib qoldi. Uning puli yo'q. Ahvoli nachar. Ishkilisning ahvoli nachar. Bundaq bo'lgan sharoit asr qanday qilish lozim desa, ashma Majmu'ul Fiqh Islomiy, Islom fatvo birligi bergan fatvoga qaytib ulamalar birligi kelsin yoki qaysi bir olim bo'lsin, masalan, ikki tarafga ma ziyonni tang ishkilinglar, qiyinchilik ekansizlar. Bu pulni xajlab tugitib bo'pti, unda bo'lgandan keyin ma pulni xajligi uchunmi tabiatda hozir qaytara olmaydi uni. Siz bergichimi burun avval yaxshi ekan, hozir nachar bo'lib qoldi, hozir kambag'al bo'lib qoldi, bechora bo'lib qoldi. Burun zakat yurdigan odam ekan, hozir zakat qilay bo'lib qoldi. Bunda bo'lgandan keyin og'ish odamning avvali yon xarob ekananda. Buning qanday bo'lgan bo'lsa, olgan pulni xajlab tugitib bo'pti. Bugungi kundami qiyinchilik shu o'z piti bakin. Unda bo'lgandan keyin bu ikki tarafga bo'lgan ziyonni bo'lib yerimdan agar qazni og'uchi yo'q, ma qarindishim menga kuni yaxshi vaqtda iqtisodiy ba vaqtda yordam qilganda, men bunga zodi pul tepib qimmatini berman desmayli. Onun hakkını qaytarishda qimmatini berman desmayli. Uningda hech qanday masala yo'q. Ayş adamga bu katta bir mukofotga, ajriga sabab bo'lgan ish. Lekin qimmatini berishga buning qudrati yetmaydi ekan. Pat yaqinda o'zining unda pul tepishiga ishonchim yo'q ekan. Bu shunday bo'lgan sharoit aslida cho desa, cho'qim bu tirishish lozim pulni qaytarish uchun. Bu ziyonni, masalan, 10 ming TL'da $800 ziyon bo'lgan bo'lsa, bu $800'ni ikki tarafga 400 dan bo'lib, bularcho ammo $400'ga kamchilik qilib 10 ming TL'ni olgandim deb turib olmay $400'ni qo'shib berish lozim. Qarshi tarafmi yaxshilik qilgan ekan, hamda men savobni umid qilib
qaz yürüp tuğandan keyin men bu qalgan haqqımdan vaz keçay, qimmatini 30 gram altın talep qilmay, 20 gram altından pulni bas yeta manga deb bunuga sabr qilish lazım. Alimlerimiz nima uchun mesela bu meselede mushundaq burunqi va bugungi ijtihad qilib mushundaq hukmlarni chiqargan desa, Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda necha oyatda adalet bilan muomala qilish buyurgan. Umumiy sizlar o'zaro bo'lsin, hatto o'zingizning dushmaniga bo'lsin, adalet bilan muomala qilinglar degan islomning prinsipi bu. Adalet eng büyük prinsiplardan biri. İ'diluhu ve aqrabu lit-taqwa. Taqvodorlikka eng yaqin ish nima desa adalet. Yana bir oyatda wala tabkhasun nasa ashyaahum. Sizlar kishilarningki mol dunyosini qimmatini tuvallatib etmanglar degan. Qimmatini tuvallatib etmanglar deganlik bu qazga salsak mesela 10 ming TL muomala qilgan vaqtimizda 3 yildan oldin buning 30 gram pul 30 gram oltin gulete. Bugun kunda qopab men yana sharoitim bor turib, qo'limda pulim bor turib 10 ming TL bilan berman va uningda ushiqni bermayman desam, men oyatning hukmi xilof edim. Sizlar 30 gram oltin keldigan pulni buning qimmatini tuvallatib qanday qilgan bo'laman desa, haq tajovuz qilgan bo'laman. Bu ayet ve onun başka ve uful keyle vel mizara bil qist. Sizlar bu shundaq jing'ligan vaqtda, kamchilligan vaqtda nayet mükemmel, to'liq adolatni maqsad qilib turib muomala qilinglar. To'liq beringlar degan ma oyatga bucho zid. Agar har odam voy men burun 10 koy bergandim ya 10 ming TL bilan bergandim ya 10 ming so'm bergandim masalan deb mandaq turvascho desa, nurg'un shariatning umumiy qoida prinsiplariga zid keladi. Zid kelganligi uchun huquqlarninki o'z joyiga tegishi va shundaqli kishilar o'tirisida qarz bu shundaq munosabatlarninki davomlashishi uchun olimlarimiz shu ijtihod qilib mushu yuqorida bayon qilingan hukmlarni bergan. Mushundaq hukm qilmagan vaqtda bugungi kunga kerak shu nurg'un odamlar qarz muomalasi qilmaydigan, pulsiz bermaydigan hali shakllandi. Hozir hech kishimga voy men 10 ming TL pul yurib tursa desa TL vermaydi. Ya dollar vermem. Eğer birip duray deb qalsa, dollar vermem deydi, TL bermaydi. Nima uchun desa, bu dollar mushda egizpas ulab, TL egizpas ulab qimmatini yo'qotgandan keyin, paxallik yuz berayotgandan keyin, bugun 1000 dollarga 8000 kelgan bo'lsa, masalan 8000 TL at qo'pab 10 ming TL kelib qolishi mumkin. Bu shunda bo'lgandan keyin kishilar o'zlari birisi-birisiga yaxshilik qilishi, qarz berib turishi bu nihoyat azlab ketdi jamiyatimizda. Bu mush azlab ketishninki çünkü qarzning mukofotining ne kadar yuqorligini biz oldingi darsda deb o'tdik, oldingi suhbatimizda. Bu shundaq yaxshilikdan og'uchi, berguchi mahrum qolmaslik uchun kishilarning mol mulki, kishilarning iqtisodiy qo'g'dalsa, bularning iqtisodning qimmati tushirilmasa, bu chog'da kishilar chu yana qo'rqmay, ansirmay birisi-birisiga qarz berib tura oladi, muomala qila oladi. Unda bo'lmaganda chu desa, johillik qilib yoki mujdalam pulni olib tutuyorsa mesela, beğenmese, kıymetini yok tutarsa, keyin şu an qarz olsun beğenmeydiğen, özlere birisi rahim qilish, acizlar kuyunishmi, insanlar hayatına, Müslümanlar hayatına yo'qolib ketirgan holat shakllandi. Shuning uchun bugungi kunda mayli bu Saudiyadagi islom fiqhi olsun, mayli Suriya olimlar birligi olsun, nurg'un mushu egizpas urushning sababidan, siyosiy o'zgarishning sababidan pulning qimmatini o'zgarish bo'lgan davlatlardagi İslami hayat teşkilatlar, İslam alimleri bu yuqoridagi fatvoni cho bergan. Bizmi shunga amal qilib mansak dunyoning har qaysi yerlarida bu bizning dunyo va oxiratligimiz uchun foydali. Rahmat tamam, Allah razı olsun. Endi vaqtni bir yerga berib qoldi. Yani qisqa bir şekilde şu qarz berguvchi va qarz olg'uvchilar riaya qilishlik axloq va qaysi yani? Bunu bir qisqacha tushunib berasizlar. Birinchi o'ylab qarz berguvchi riaya qilishga tegishlik qarz berguvchiga munosabatlik axloq nima desa, birinchi o'ylab o'zining melini ehtiyojli eg'ir kunda qolgan kishilarga qarz subtida berib turish. Qarz subtida berib turish mana bu mush berib to'g'ichiga nisbatan acayip çok savab mukafatan. Yani nurg'un hadislarda yuqorgi men farraja an mu'minin undan boshqa hatta sanada biraz masal var degan hadislardan inna lillahi ibadan ixtassahum li naf'in nas.
Allah subhanahu va taoloning bir qism bandalari var. Allah ularni bandalarga, kishilarga foyda yetkazish uchun bunday xos qilib qo'ygan odamlar bor. Deb shu alohida faqat boshqalarga foyda yetkazoladigan bandalarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu alohida maqtagan. Buningdan boshqa har qanday bir odam bir musulmonning hajini ado qilish Ibn Abbosning so'zi payg'ambarimizning masjidida majlisga e'tikof qilgandan afzal degan nurg'un buning qiziqtirishlar shu bor. Unda bo'lgandan keyin birinchi o'lab zaman u bo'lib ketdi, bu bo'lib ketdi demay, eg'ir kunni qolib qolgan vaqtda qarz berib turishga erisman bo'lish. Ikkinchi o'lab qarzlarga fursat berish. Ya'ni pul olgan odamga, xususan bu odam pul topolmayotgan bo'lsa, qiyinchilikda bo'lgan bo'lsa, buning uchun vaqtni uzartib berish. Vaqtni uzartib berish nima uchun desa, Alloh subhanahu va taolo fa in kana zu usratin fa naziratun ila maysara. Agar qarzni oluvchi qiyinchilikda bo'lgan bo'lsa, pul topolmagan bo'lsa, qo'lda biznesi bo'lmagan bo'lsa, buning muhlat beringlar deb buyurgan. Bu buyruq uchun amal qilish lozim. Voy vaqt to'shdi biz 1 yil degan yo 6 oy degan pulni bersan zodi deb uningdan yoqisini olmay, balki bunga fursat berish, vaqtni uzaltib berish, qarz bergichi rioya qilishga tegishli ikkinchi adab. Uchinchisi desa, qarzning bir qismini hiba qilib, hadiya qilib berib o'tish. Qarz oluvchiga masalan 10 ming tilida 3 mingni bo'ldi sizlarga berib o'tdim, 7 mingni qaytarib bersizlar. Deyish. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam talashtatch bo'lgan vaqtda ikki sahoba o'tirisida qarz masalasida qarz egisini ba anhu degan. Sen onu ma'lum shu ütüvet degan. Ütüvet deb buyurgan vaqtda sahoba shu ütüvet ekan. Unda bo'lgandan keyin Qur'oni Karimda shuni nima deydi desa, "Va anta tasaddaqu khayrul lakum in kuntum ta'lamun." Agar sadaq qilib o'tishinglar, berishinglar sizlar uchun bu yaxshi degan. Qarzning bir qismini amaldan qoldirish, o'tib o'tish bu uchinchi rioya qilishga tegishli qarzlarga munosabatli, qarz olib bergichiga nisbatan munosabatli adab. To'rtinchisi desa, agar imkoniyati bo'lsa, sharoiti bo'lsa, qo'lda iqtisodi bo'lsa, qarzni umumyuzlik o'tib o'tish. Umumyuzlik bo'ldi. 10 ming TL yo 5 ming TL pulda Alloh rozi uchun pulni men sizdan o'tib o'tdim. Deyishning o'zi mana bu adabning texnikasi. Agar mushning sharoiti bor, iqtisodi bor odam buningga rioya qilish lozim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Ahmad rahimahulloh bayon qilgan bir hadisda, "Man arada an tustajaba lahu da'watuhu va an tukshafa kurbatuhu falyufarrij an mu'sir." Andaq bir odam qiyinchilik uning duosining ijobat bo'lishini xolisa, ya'ni Alloh qilgan duoyim ijobat bo'lsin desa, qiyinchilikdan qutulishni xolisa, bu odam nima qilsin desa, mushunda qiyinchilik qilib qolgan qarzdorni qutqizib qo'ysin. Buningdan o'tib o'tsin. Yoki imkoniyati bo'lsa, uni berib o'tsin. Ya'ni boshqadan qarz bo'lsa, bir baydan biz berib o'tib uni qutuldirib qo'yishning o'zi mana bu ajoyib katta ish. Bo'lib muntaq zakatini berib qutqizib o'tsin bo'ldimni. Qarzdarni zakatini berish orqali qarzdan qutqizib o'tsin burdi. Bu yerda deb qo'yish tegishli bir masala. O'zi qarz vergan pulni zakat qilsa bo'ladi bo'lmamdi desa, uni ko'p olimlarimiz bo'lmaydi deb qaraydi. Chunki olinmagan pul. Olinmagan pul bo'lgandan keyin uni zakat qilsa bo'lmaydi. Uni elishqitirish lozim, yo ashna afu qilish lozim. Yoki u qarzdorga boshqa bir odam pul versa hamda orqali o'zining pulini elish lozim. Boshqalarningki qarzdorga pulni berib o'tib o'tishi durust, jumhurning qarashida zakat durust bo'ladi qarzdorga. Lekin o'zi qarz bergan pulni o'tib o'tsa bo'lamdi bo'lmamdi desa, jumhur olimlar buni durust emas deydi. Bugungi zamondagi bir qism olimlardan buni durust deganlarmi ham bor. Özrü nima deydi? Buni shu mushunda masalaga duch kelgan odamga qarta, ahvoli qarta andan fatvo bersak bo'ldi. Umumyuzlik fatvo bersak bo'lmaydi bu masala. Bu yuqoridagi 4 turlik adab axloq mush qarz berguchiga munosabatli. Endi bu qarz og'uchi, men sizdan qarz oldim masalan. Ya kim yana birisinin qarz oldi? Qarz og'uchi rioya qilish tegishli adab axloq nima desa, shariat yuqorida deyilgandek qarz berishga qiziqtirgan, qarz berishninki savobining ne kadar katta ekanligini bayon qilgan
Bo'lsa bir tarafdan, yana bir tarafdan şu qarz ilishdan ogohlantirgan. Birinchi ulab qarz og'uchi rioya qilish tegishlik prinsip nima desa, amal qilib qarzdan yiroq turish. Amal qilib qarz olmaslik. O'zi qilinmaydigan cho'ng ishlarga mablag' solib kirib qolmaslik. Bunda cho'ng ish kirib qolgandan keyin u unimiz unmay qarzdor bo'lib qolgan ish bo'ldi. Qarz elishga majbur bo'ldi ishni davomlashtirish uchun. Shuning uchun shariat amal qilib qarz olmaslik qiziqtirdi. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste yughfaru lish-shahidi kullu shay illa ad-dayn. Şehitning her qanday günahı affu qilindi, lekin qarz affu qilinmaydi degan. Demek bu qarz ait ig'ir bir mesele. İnsana nisbeten Peygamberimiz yani bir hadiste bu kunduzda xorluq, akşamıçı g'am qayg'u degan. Kunduzda xor yaşaydi, beçarlık bilan yaşaydi, akşamı g'am qayg'u qanday o'tami bu qarzni deydi. Hatta sahabildan nurg'un vaqaliklar varken qarzning sebebidan qarzini söylep kelgan vaqt qechib olib sahabi turib sahabilning zamonida shunday qilib yuz beribdi ekan. Qechib olib uyga kelib bamo desa uyda yo'q deb javob berib, ondan kichik bola chiqib qolsa bamite bami dadang desa uyda bati seninki kelganligingni anglaplam, anamninki kiyim tiqadigan bir yeri kirib oldi desa, voy men anladım sening uyda ekanligingni chiqmayanga degandan keyin chiqqandan keyin nima deb men unda qochsan desa, shuni bilan men sendan hozir yerimda pul yo'q, berolmayman, sana va'da qilsam u va'da xilovlik qilishdan falon vaqt berman deb va'da qilsam va'da xilovlik qilishdan qo'rqayman, ansirayman, shuni mukib oldim desa, Allohi Allah bilan qasam qilib men bunda qiyinchilik demsan degandan keyin ha qiyinchilik deyman desa, emas o'tib o'tdim men seni qazni deb hatta qazga yozgan hujjatni shu yerda uchirab shunda qilgan ahvollar shu sahobaning zamonida yuz beribdi ekan. Tabii halde bugün şu elbette yüz berdi. Telefonu taqib oldigan gap, olmaydigan gap, nurg'un ishlar bu qarzdor bo'lib qolganlik sababdan bu qarzdor bo'lib qolgan odam erkin yurolmaydi. Rahat parag'at boradigan yerga borolmaydi. Shuning uchun shariat odatda shu qarzni olmaslik qiziqtirdi. Yana bir hadisda Abu Davud o'zining Sunan kitobida bayon qilgan inna a'zama az-zunubi 'indallohi azza wa jalla ay yalqahu biha 'abdun ba'da al-kaba'ir ay yamuta rajulun wa 'alayhi dayn la yajidu al-wafa la yajidu li daynihi wafa'an. Günah kabirlardan kiyinlam turdigan eng ig'ir gunoh qaysi desa, bir odamning qarz elishi. Qarz elib u odam o'lib ketdi, qarzini qaytara olmaydi. O qarzni qaytarishga varislarining o qarzni qaytargudek bir narsasi yo'q. Vafo qilishga bir narsasi yo'q. Mushundaq holatda o'lib ketish bu eng cho'ng gunoh degan. Asli qarz elish durustda. Mubah ishda. Qarz og'uchiga nisbatan, bagichiga nisbatan mustahab sunnat ishda, og'uchiga nisbatan mubah ishda. Lekin buning oqibatining yomonligidan Peygamberimiz hatta qarzdor bo'lib qolgan odamga namoz o'qimaydi masalan. Janoza namozini tushirmaydi. Ashundoq bo'lg'achqa islom umumiylikcha qarz elishdan qechishga qiziqtirdi. Xususan o'zining hayotini go'zal yashash uchun qarz elishdan texmi tusaydi. Bijiran mashinasi koniti yangi mashina olaman deb. Uy kichikda men yo'g'a elib o'ltirdim deb. Ya bir joyga borib sayohat qilib keldim deb qarz elishchi qat'iy to'g'ri emas. Bundaq ishlarda bak diqqat qilish lozim. Chunki yangi mashinani elib ya uyni elib o'lib ketib qolishi mumkin. Ondan varislari o qarzni berolmay, ma odam shu qarz bilan shu sunnab qolgan ish chiqdi. Jannatdan to'sirgan birdan bir omil. Shuning uchun o'zimda amal bo'lmagan vaqtda hayatını ötkizish uchun masalan yoki o'zining ko'z yetirgan bir tijorat masalan manda masalani yurgizish uchun qarz durust. Lekin men buni qanday qaytaraman degan o'ylagan asosda qarz olish lozim. Xususan haliqi o'ynablam tugitishga uchun qarz olmaslik lozim. Yoki yangi mashinani yangilash uchun degandek manda ishlash uchun qarz olmaslik lozim. Sharoit bo'lsa yangilasin, bo'lmasa yangilmay ko'rinsin. İkinci, qarz olgan vaqtda nihoyatda mukammal ravus niyat qilish, iroda bog'lashmish qarzni qaytarishga. Chuqur men qarzni
qaytırman deb niyet qilish lozim, iroda baqlash lozim va shundaqla qarzlarning pulini qanday qilsam tiz beraman deb buning ma'lum planni tuzish lozim. Yani qarzda olib qolgan odam masalan bugungi kunda ayda 10 kilo go'sht yeydigan ish bo'lsa, 7 kilo yeb, 3 kiloning pulini shu, yani ayish lozim. Ma'da gap shu ham. Shuqum o'zining amal qilib, balki pul xajlashini biroz ratlab, pul xajlashini ratlab, xajlamaydigan yoki xajlamay zarur bo'lgan yoki xajlab amal qilib, qarzini pul jug'lab, berishga az-azdan bo'lsa-mu, berishga tirishishni tamshilash lozim. Uchinchisi nima desa, qarzni berishni o'zining har qanday ishidan cho'p ilgari qilish lozim. Ya'ni o'zining ushaq-ushaq muomalardan bor keldisi o'zining kundalik hayotidagi har xil chiqimlar bo'ldi-ku, qilmisi bo'lmaydigan chiqimni qilish lozim. Qilmisi bo'ladigan chiqimni qilmaslik lozim. Hatto olimlarimiz qarzdorninki sadiq qilmasligi mustahab degan. Qarzda o'qagan odam 10 koy ya 20 koy ya 100 koy sadiq qilib men mukofot olay demasligi bu mustahab. Bu 100 koy pul bo'lsa-mu, 100 lira bo'lsin buni jug'lab qarzni berishga tirishish lozim. Hatto Imom Shafi'iyning qarashida, Shafi'i mazhabninki val asah tahrimuhu. Eng kuchli qarash nima desa, qarzdorninki sadiq qilishi bu harom. Haram deb qargan. Nimishqa desa, Abu Hurayra radhiyallohu anhu bayon qilgan bir hadisda bir odam payg'ambarimizning yoniga kelib, "Ya Rasululloh, alayya hajjatul islam va alayya daynun." Men farz hajni qilmadim. Mening gadinimda farz haj va ham qarz va. Buning qaysini qilaman degan vaqtda payg'ambarimiz iqdi daynak. Sen başta qarzingni ado qil degan. Demak, qarzni ado qilish farz hajning oldida turgan. Rasulullohning hukmida. Unda bo'lgandan keyin farz hajning oldida turgan bir mas'ul bo'lgandan keyin bu eg'ir u nafl sadaqalni shu qat'iy qilmaslik kerak. Pul buzib hajlamaslik kerak qarzdor bo'lgan odam. Demak, buningdan umriga olmaslik kerak. Pul hajlab. Qarzdor odam o'zining yaqinlarini ya oilasini umriga avatmaslik lozim, umri qilib kirang deb. Shu umr qilsa bugungi kunda masalan Turkiyadan bo'lsin, az deganda bir yerdan $1000 pul ketiro. Az bo'lganda. Bu pulni shu qarz egasiga berish lozim. Umri qilish, masalan, hatto haj qilish bu ishning hech qaysini bu odam qilmaslik lozim. Qarz olib haj qilmaslik lozim, qarz olib umr qilmaslik lozim. Bularning hammasi xafalıqqa mushkil kelib boradigan ish. Shuning uchun uchinchi diqqat qilish tegish masala nima desa, o'zining har qanday ishiga qarzni berish menga nisbatan hammadan muhim ish mushu. Deyish lozim, ushaqcha sadaq qilmaslik lozim, umriga olmaslik lozim, hajga olmaslik lozim. Ta qachongachilik desa, qarzni ado qilib bo'lmagichilik, ma yuqoridagi ishlarni qilmaslik kerak. To'rtinchisi shu desa, to'rtinchisi qarzni kechiktirmaslik lozim. İmkoniyati bo'lsa. İmkoniyati bo'lsa-ham qarzni qat'iy kechiktirmay, darhol vaqtida berish lozim. Payg'ambarimiz matlul g'aniy zulm. Shu boy turib, ya'ni qarzni bera oladigan turib kechiktirishning o'zi mana bu zulm deganlik. Zolimlik degan payg'ambarimiz. Innalloha la yuflihuz zolimun. La yuhlaku illa al-qawmuz zalimun desa Qur'oni Karimdagi shu zolimning ichiga kiradigan gapimdi. Nijot topolmaydigan, halok bo'ladigan, tugishadigan zolimning qatiga iqtidori bor turib, qo'lda pul bor turib, qarzni bermaslikning o'zi shu zolimning qatoridan qilib qo'ydi. Shuning uchun imkoniyati bor odam darhol qarzni berishga oldirish lozim. Beshinchisi nima desa, qarz bergan odamga rahmat deyish, uni shukr aytish. Agar qudrat yetsa uni mukofotlash. Bizning odamlardan bugungi kunda qarz berib to'g'ichi yal yurib qarz oldigan ish bo'ladi qamdi. Qarzni bergan odamdan tuvarrak bo'lmasa, taqsal ochig'ini keltirib qo'ysa, qarzni bermaydim olgan pulni. Hatto urib qo'ysa ish bo'ldi, sot qarz qilsam aqmaydi ekan mana Turkiyada. Urib qo'ysa masalan pulimni va'dab, o chaqda sot qo'yasam aqmaydi ekan.
Bunun asli müminning qilgan ishi emas endi bu. Urushmi to'g'ri emas, lekin a pulni berganga endi unchalar sazoyi qildirib, tavba qildirib, buningdan keyin bir odamga qarz berib turamdigan degizmaslik lozim. Shukr aytish lozim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abdullah ibn Rabi'a bayon qilgan bir hadisda bu kishi shunday deydi: "Mendan payg'ambar alayhisalom 40 ming pul qarz oldi" dedi. Onun dirhemi ya tengim bunu bayon qilmagan hadisda. Qarz elib, keyin Rasulullahga pul kepti. Rasulullahning puli, "Men bu pulni qaytirib berdi." Qaytirib berib, "Barakallahu laka va li ahlik va malika." Sana Allah senin melingga, ailangga berkat bersin. Deb bulab Peygamberimiz "İnnema ceza'us salaf el-hamdu vel ada." Yani mujna qarz berib turgan odamga beriladigan mukofot nima desa, uning rahmat deyish va pulini qaytirish lozim degan. Shuning uchun yana bir hadis Peygamberimiz Jabir ibn Abdullah bayon qilgan bir hadisda "Men istata'a minkum an yanfa'a akahu falyanfa'." Yani gapni xulosalasak, yuqoridagi gapni qandaq bir odam o'zining musulmon qarindoshiga manfaat yetkazish qodir bo'lsa, manfaat yetkazish lozim, buningga tirishish lozim. Ahirda demakchi o'g'lim Peygamberimizning bir hadisi "Rahimallohu rajulan samhan iza ba'a va iza ishtara." Mushadisning oxirisida "iza qada." Yani bir odam olganda sotganda keng qusoq bo'lgan odamga Alloh rahim qilsin. Qarz berganda va qarzni talab qilganda keng qusoq bo'lgan odamga Alloh rahim qilsin degan shunday qarz munosabati bo'lganlarcha keng qusoq bo'lash, birsi-birsiga qilgan yaxshilikni minnat bilan, azar yetkazish bilan baka qilib o'tmasligi har bir musulmon alohida tirishlik tegishlik masala. Alloh razı olsun. Allah razı olsun. Barliq yani hozirgi qiyin kunlarda har xil sabablar bilan qarz kelib qolgan barliq musulmon qarindoshlarimizning qarzini eng qisqa vaqtda ado qilishga Alloh muvaffaq qilsin. Amin. Hurmatli qarindoshlar, bugungi savol va javob nomli programmamiz bu yerda oxirlashdi. İnşallah kelarki hafta görüşmek umidi bilan hammalarni Janob Alloh taologa topshirdik. Xayr, xo'sh, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.